Sinovlar ko'p ekan mening boshimda, qadrimga yig'ladim, qadrimga ona, qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p, ba'zan lol qolaman sabrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p, ba'zan lol qolaman sabrimga ona. Barga jim ko'nib deya asta xo'p, qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Barga jim ko'nib deya asta xo'p, qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. 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 Kulgim kelar ba'zan, ba'zan yig'lagim, oqlarim biladi Alloh yagona. Kulgim kelar ba'zan, ba'zan yig'lagim, oqlarim biladi Alloh yagona. Mushtak yuragimda dardim ko'p, dardim sizga ko'p narsani aytolmam ona. Mushtak yuragimda dardim ko'p, dardim sizga ko'p narsani aytolmam ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga. Ben de söyleyeyim. Rahmet olsun. Anlaşılıyor. Endi o'lim hammamizni boshimizda bor, ertami kechmi. Endi hamdardman. O'lim jannatda bo'lsin, oxirida obod bo'lsin. Hurmatli obunachilar, mana shu Otabek akamiz oilasini biz 5 yil oldin chiqargandik. Mana Otabek akamiz ayollardan ayrildi. Joylar jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Sizlardan bir iltimos, duo qilinglar. Ozodaxon kelmayamiz, bugun chin dunyoga ketdi. Bo'ldi. Nima dedi?
Dadang ham yo'q, tartib bo'lgan, iloji yo'q. Shuncha dori ko'rib qilmoq bu daqamlar. Dadamga ponni, o'pka hamma yo'q. Pon tarqab ketdi. Uyga olib ketdim dedi, olib keldim. Nazar qilib bir kun yotdi uyda. Ertaman tilosini o'qib qo'lma chaqirib. Yaxshimi deydimi? Sadaqatda yaxshi bitar deb kattalar aytishdi o'rtoqlar. Tilosini o'qitdim, uni talqin etdi. Assalomu Bunu koyayım. Sağlardan koşup koyayım. Parvardigorim o'tgan rahmatingga joylarini jannatdan oxiratdan obod qilgin. Orqada qolganlarga sabr jamil ato qilgin. Allohumma salli va sallim ala rasululloh. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Rahmat O'sha qala. Rahmat Allohga shukr. Men dalaga shuni ko'p qoldim. Endi hamma narsa iloji bo'lsa ham bu ishlarga iloji yo'q. Albatta. Endi Allohga kerak ekan. Ömür shu yerga to'g'ri ekanda. Endi o'lim haq hammamizni boshimizda bor, ertami, kechmi. Endi bizda nima kerak faqat duo. Joylar jannat bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin, duo qilib qolamiz endi. Shunda. Janoza nechaga bo'ldi endi? Soat 4ga. Soat 4ga. Aqa ketishdimi? Qabristonga. Qabriston mana ro'paramizda. Qabriston soat 4ga tayyor bo'lib, gaplashib, lekin janozaga vaqt qo'ydik. Soat 4ga tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Bola ko'lashyapti. Bola ko'lyapti. Nima kamchilik bor endi? Biz tomon va qanaqadir bir bularda kamchilik juda ko'p. Buni Otabek biladi. Bo'lmasa Sobir akam biladi. Ha? To'g'ri, nima kamchilik bor deyman. Yo'q. Ha? Men unaqa kamchiliklarni aytishim yo'q. Endi baribir bir narsa kerak bo'lsa ayting. Bugungi qanaqadagi bir xizmat bo'lsa. Otabek bilan gaplashib ko'raychi. Otabek aka, keling. ochiq oydin gapirgan yaxshi-da. Otabek gapirgan yaxshi. Endi Otabek akam hozir men ayoli bilan bo'lib o'zi To'g'ri. bemor qarashib o'zi bo'lmaydi. To'g'ri. Endi hozir bu dadasiga gapirish ham kerak yo'q, chunki topgan pul o'shaga ketgan. To'ppa to'g'ri. Nima kamchilik bor endi hozir? Kamchilik yo'q. Ya kamchilik yo'q demenda, Menga qarang. ochiq oydin. Kapallik bormi? Bo'lish kerak, bor. Yo'q, bo'lish kerak emas. Siz so'rayda menga qarang. Qarzga olib kelgan bo'lsangiz, yoki bo'lsa endi Anvarjonda mendan xapomaylar. Men mashg'ulotdagi narsalarni yaxshi bilaman-da. Men xabarim bor. Shunday kun mahalla komiteti kelib turib, yordam kerak ekan dedi. Bu yerdan yordam qiluvdik. Yordam so'radik, berishdi. Biz aytgan narsani bermadi, lekin bir qop 500 so'm, 600 so'mdan 500 ming, 600 ming pul. Yana bittasi aytdi, yana bittasi shunaqa, yana bittasi aytdi, yana bittasi masjidga aytdi, masjiddan keldimi, kelmadimi? Yo'q. Masjidga aytdi, masjiddan mana kelmabdi. Men bu ishlardan aloqam bor-da bunida. Bular ashi to shu ikkadovur sarpini qilib o Sobir akam ham bu o'shani deyapman-da. Bu ham ancha sarf qildi. Endi o'shuning uchun aytyapmanki, kamchiligini bu biladi. Sobir akam biladi. Ya endi siz bu yerda oqsoqolsiz-ku, bilasiz nima kamligi, nimaga pul kerakligini siz yaxshi bilasiz. O'shalarni so'rayda, hozir mana kapalikni so'rayapsiz ham, boshqa narsalardan so'rasangiz, Yana nima kamchilik bo'lsa, rasodlar bo'lsa. Yana shunday borki, maytdan mashinada olib boriladi, mashinaga kerak. Ertaga maraka parka qiladi, nima odam yig'iladigan bo'lsa, bularga non kerak, ovqat kerak, shularni aytishingiz kerak-da. Aytavering. Hozir pulingiz bormi Otabek? Endi hozir siz tushuntiribman. Bor pullarni sarflab bo'lgansizlar, chunki qanchada beryapti benzin. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Ha? Bir oydan oshiq. Topgan pullar o'shaga ketyapti-da. Agar bir narsa kerak bo'lsa, menda ehson pul bor tova. Bosh tova, to'g'risini aytgan yaxshi. O'sha u bir ozam ehsonni berib olgan. Qancha? 16 million. O'sha ehson qilib berib olgan, 10 millionini bir Hindistonga ketadiganga berdik. 5 millionni bir og'ir bemorga berdik. Hozir menda o'sha 1 million pul qolgan, 900 ming pul qolgan.
Uni kimgadir berishim kerak. U chin dildan ehson qilib bergan o'sha paytda. Unga bir 2 oydan oshib qoldi. Bu Chunki ehson deb chiqib ketgan u odamda men berishim kerak, haqiqatda ishlatishim kerak. endi xo'p 900 ming so'm ekan. Biz mahallaga odam qo'yamiz, bu yerdan ham 1 million, 2 million pul yig'ilib 2 millionga bormaydi. Ha. Endi kim qancha beradi uni bilmayman. Eng pasti 20 ming so'm berasan deb men o'tgan safar aytdim, maktab hozir bugun 45 kun 50 kun 50 kunga borgan yo'q. Biz qo'shnimiz o'tuvdi. Shunda yig'iluvdi 1 million 200 ming pul yig'ildi. Ha. Endi bunga qancha yig'iladi bilmayman. Agar o 900 so'm bo'ladigan Yo, naqini ko'rib deyapman, hozir bori, hozir ishlatadigan narsalarga barib kerak hozir. kerak. Biz o'zi bugun hozir pul yiqqan odam jo'natib berganmiz. Ha? Shu janozaga bo'lmasa kechqurun keladi u pul. Acha to'planib keladi, xudo xolasa. O'sha kelguncha ham barib ertaga kerak bo'ladi deyapsiz-ku. Keldi ketdi bo'ladi, non qo'yiladi, boshqasi ozmon keladigan transportga ham mashina pul kerak. Unga ham necha pulga boradi odam? Unga endi moncha bering demaydi, ko'ngildan chiqib berilganlar. Bundan chiqarib barib berish 100 ming, kerak. 200 ming beriladi. Ha. Olmayman deydi, baribir zapravkasiga, gaziga pul berish kerak. Asha 900 ming so'mni bersangiz, bizning mahalladan yig'ilib qolsa, yana tushib qoladigan bo'lsa, bularda hali har payshanbasi bor, marakasi bor, qirqi bor. Pul ko'p ketadi bularga. Bir 10 milliondan atrofida 10 milliondan ko'p ketib qoladi. Endi mahalla ham qarab turmaydi-yu. Baribir shu narsa borda kerakda. Yana nima ekan? Otabek aka, aytavering, ochiq oydan aytavering, boshqa yana qo'shimchani kerak bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab biz ham Endi marakasiga bitta qo'ysayadi. Qo'yingiz bormi yo'qmi? Yo, qo'y ketganmi? Sotib olganmisiz? Qo'y ikkita ko'ruvdimda aytdi qo'yda. Qo'y yo'q. Qo'y yo'q-a? Sotib ketdimi? Sotilib ketdi. Marakasiga bitta qo'ysa, 40 ga bitta qo'ysaysiz. Endi u biz sizni majbur so'yasan demaymiz, u ixtiyor o'zingizda. sharoitga qarab qilinadi. Sharoitga qarab qilinadi. Men Endi- albatta so'yasan deyishdan umuman yiroqman. Men unaqa narsaga aralashamayman. So'ymassiz birovlarni biz 10 kishi 15 kishi qandoshlar bilan o'zingizga payshanba kuni to'planib osh qilib yeb Qur'on o'qib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Ko'ngilga yana bo'lak tugib qo'ygan narsalar bo'lsa, bu qiz bola nima ko'rishsa ko'rgan-yu. Bunga o'sha faqat endi Qur'on o'qish kerak, duo qilish kerak. Ashaqqa shu bag'ishlash kerak shu. Bitta farzand qiz bola ko'rdi. Endi o'zi nechaga kirdi? Sobira Otabek nechaga kirdi bu? Ha? 39. 40 ga kirmabdi hali bu. Endi bunga duo qiladigan, bag'ishlaydigan shu Sobir akamlar. Buni Ozodani opalari, ukalari, Otabek. Endi bu 5-6 farzandi bor, uylab, joylab, bitekda bir nevara chevarali bo'lganda bu bo'lar. Endi Xudoning bo'lgan ishi, manaqa narsalarni endi Qur'on o'qib bag'ishlash kerak xolos. Ko'pchilikniki bo'lsa yaxshi bo'ladi. Albatta. Ko'pchilikka ehson qilib. Yana bizga o'xshagan haligi mashinasi bolalar chaqirib, yetim yeslar chaqirsam bo'laveradi bunga. Hozir kim ehson qilsa, bari o'sha hojiga borib kelgan, tagida mashinasi bor, anaqalar chaqiryapti. Unaqa qilmaydi. O'sal ana kam ta'minlanganlarni, ashunaqalarni chaqirib mehmon qilib, o'shalarga Qur'on o'qitsam bo'laveradi. Ehson katta kichik bo'lmaydi. Nechta Ehson odam katta chaqirsangiz kichik ham, bo'lmaydi. o'qitib qo'ysangiz ham u ham savob. Endi misol uchun 100 ta odam chaqirib ehson qilish Davlatni o'ynaqa emas. buyrug'i ham shunaqa, diniy buyrug'i ham shunaqa. Endi o'zimiz maytdan o'zimizdan ketib qolyapmiz-da, bari shu mashinasi borlarni, hojiga borib kelganlarni, puli borlarni chaqiramiz. Manaqa paytda ehson qil desangiz, hozir pulim yo'q deydiganlarni chaqiriladi. Tagida 4dan 5dan mashinasi bor. Ehson qil 1-2 million mana qo'ylyapti desangiz, hozir pul yo'q edi aka deydi. Buni ko'rdik, bildik yaqindan beri. Buni ko'p odam biz ichimizda yoshlar bilmaydi bu ishlarni. Albatta. Ehsonni Xudo berganga beradi. Ehson qilganga beradi. Hammaga bera olmaydi buni. Ehson qilganda 1000 so'm bersa 10 ming so'm qilib qaytaradi. 1 million bersa 10 million, 100 million qilib qaytaradi. Bu Xudo ko'rib turibdi hozir biz o'tirganimizni ham. Bekarga u atrofdan ehson kelmayapti. Ular boy badavlat milliard pul bo'lsa ham masjidda namoz o'qiyapti. Ehson qilyapti ular, Qur'onlik qilishyapti, zakot beryapti. Endi bo'pti endi Xudoga shukr. Bular Xudo xohlasa hammasini qilamiz. Endi biz ham o'sha sinamiz bo'lib qolgan, Otabek aka biz akamiz bo'lib qolgan. Esdan chiqmaydi bu ishlar. Biz mana esda yodimizdan chiqmaydi. Siz ham mana shu yerda boshqasi bo'lgansiz. Oxiriga to'g'ri ham chiqmaydi. Bolalarga ham tayinlaymiz. Maynaqa ishlar bo'lgan deb. Chunki tushuntirib boriladi-da.
mahalla ko'p, qo'ni qo'shni, qarindoshlar, farzandlarga, nevara chevaralarga aytiladi bu gaplarni. Xudoga shukr. Endi dunyoda yaxshi insonlar bor ekan, mana shunaqa oilalar misol uchun chetda qolib ketmayapti. Ha. Mana qancha oilalarga misol uchun mana yaxshi insonlar bilan birga xursandchilik olib keldik. Mana ozmidi, ko'pmidi. Sizlarga minnat rahmat. Bunaqa joylarni qilib berdinglar, rahmat. Ash ehson qilganlarga ham rahmat, sizlarga ham rahmat, mahallaga ham rahmat. Mana bu kichkina ish bo'lgan yo'q bu ishlar. Katta ish bo'lgan bu yerda. Oho. Doktorga bular sarf qilgan bo'lsa, bu uylarga asha ehson qilganlar sarf qildilar buni. Ya Xudoga shukr. Ha, qolgan kamchiliklarni sekin so'rab gaplashamiz, qilamiz, hammasi bo'ladi, xudo xolasa. Ha. Ketamiz. Aloqada bo'lib turasizlar endi Otabek bilan. Ya bugun ketamiz, xudo xolasa. Kirib kelajak. Ekilakkan olib qo'yib turinglar. Mendan rozi bo'lgin deb qo'yinglar, rozi so'rab qo'yinglar. Biz rozimiz deylar. Mendan rozi bo'lgin, bizdan rozi bo'lgin. Qizim. Mendan rozi bo'g'in, bolam. Sendan men roziman minnatga. Yotgan joylaring jannatdan bo'lsin, bolam. Endi hozirimiz o'g'lim. Minnatdan Hozirda mana so'rab olamdan ko'z yumib turdi. Joylar jannatda bo'lsin. Mana davom. Oxirida ijozat bo'lsin. So'ramiz kerakmadim. Rahmatlarga ham. Xudo rozi bo'ling. Otabek ham rozi bo'ldi sizdan, mana Xudo xolasa jannatlarda ko'rishni nasib qilsin. Rozi bo'linglar endi. Qarab turasizlar, rahmatlarga ham. Men bab rasmlardan qoldim. Hadi zemşiz olmagan. Yaxshi qilamiz deb qilolmadik. Yaxshi qilamiz Yo, nima kamlar bor? Dariz bilan sekin gaplashamiz. Kafanlar bormi? Kafan bormi? Kafanlikda epladik. Ya qarzga olinadimi yo birovdan yo Otabekning o'zi kalla joyida bo'lsa nima kerak o'zi qanaqa rasm kerak? Siz sekin gaplashinglar. Dariz bilan Gaplashib dasturxonga olsa kerak. Shuda endi. Pul beraman
bo'lsam o'z Otabekka saqlab qolgan paspasini suvga qo'raman. Ashna qilaverib, u endi ashnaqa o'zingiz bilasiz. Dadamga keldim. Dadamga berib qo'ydim. Dadangizga berib qo'rayman. Bo'lmasa dadamga berib qo'ydim. Qizim. Aytib qo'ying-da. O'zingiz aytib qo'ying akaga.